boshingga qilich kelsa ham rost gapirgan. Doim kuchsizlarni himoya qilgan. Xo'p bo'ladi oyijon. Xo'p, bora qol. Hormang, rektor janoblari. Assalomu alaykum. Salomat bo'lsinlar. Va alaykum assalom. 3-4 yil avval o'tirgan kursingizga rosa yarashardingiz. Menimcha semirdingiz. Kursiga yarashmayapsiz. Tushunmadim. O'g'limni kontrakt pullarini o'z vaqtida to'lab qo'yganmiz. Negadir diplom o'z vaqtida berilmayapti. Ey, haqmisan? Mag'rur tur. Aka, bu yer universitet. Kontrakt to'ladi degani aniq diplom oladi degani emas. Diplomni himoya qilish kerak. Buni boshqa yo'llari ham bordir. Hoy bola, qing'ir yo'lga boshlamoqchi bo'lganlarga qat'iy javob ber. Yo'q. Siz hali yoshsiz. O'sishingiz kerak. Sizga hozir yo'qlar emas, ko'proq xo'plar kerakmi deyman-da. Sizga sotib olinayotgan diplomlarning ko'rsatayotgan karomatlaridan bittasini aytib beraymi? Mayli, biroz vaqtim bor. Ayting. Diplom sotib olgan arxitektorning loyihasi asosida qurilgan uy 4,5 ballik zilzilada qulab tushibdi. Afsuski o'nlab odamlar halok bo'lgan, yuzlab odamlar jarohatlangan. Mana shu jarohatlanganlardan biri operatsiya qildirish uchun diplom sotib olgan jarrohning qo'liga boradi. Juda yengil deb hisoblangan operatsiyadan bemorning o'ligi chiqadi. No'noq doktor va arxitektor ustidan jinoiy ish ochiladi va ish sudga oshiriladi. Qarangki, ishni ham diplomini sotib olgan sudya ko'ribdi. Qahramonlarimiz, ya'ni shifokor va arxitektor sud zalidan ozod etilibdi. To'g'ri, bu voqea O'zbekistonda bo'lmagan. Lekin ta'lim sifatini va diplom furushlikni hozir ko'rib chiqmasak, O'zbekistonda ham bo'ladi. O'zingni va xatoingni kichik sanama. Sen katta ishlar qilishing kerak. Kichkinagina xatoing katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Qashqadaryolikmisiz? Albatta. O'g'lingizni shunchaki ko'p go'sht yeyishi bilan maqtanadigan bo'lishini istaysizmi? Yoki Nasafiy bobodek, Amur Temur bobodek, Abdulla Oripovdek bo'lishini? Sizga bitta savol bersam bo'ladimi? Bering. Sizga bunday chiroyli tarbiyani kim bergan? Onam. Onangizga rahmat.